Assalomu alaykum, hurmatli aziz obunachilar. Mana navbatdagi ishimizni Andijonni Namanganni Haqlobod degan joyiga adashib ketdim. Haqlobod degan joyi uzunligi 3 metr, bu yog'i 170. Bu yog'i 170, o'sha joy 470 holatda tayinlandi. Pagametri deganda bizdan shushulka, to'rtburchamovka va qo'shib soladiganlari gaz vitichkalarini ham olib kelaring dedi. Uni o'zini holatida ustida turib dallollik qilib gaplashtirib qo'ydik. O'zini holatida pullarini aytib boraman. Общий puli 12.400.000 so'm bo'ldi. 12.400.000 so'm holatida bo'ldi. Gaz vitichkadan tashqari. Gaz vitichkasi mononasini bilan общий 16 millionga tushdi ish hammasi bo'lib. Mana shu holati turishi. Pagametrida 2.600.000 so'mdan tayinlab berdik 1 metrni. Mana 1 metr holatini 2.600.000 so'mni to'rtburchamovka va shushulka paddon. Ko'pchilik yangi chiqargan ekan, Aristonlar bor ekan. Aristonlarni yopib chiroyli holatda mana bu holatida foydalanadigan xod qilib bering degan, foydalanadigan tortmalari hali yangi shandiylar chiqqan ekan, germanskiy stanovda bosilgan germanskiy shandiylarni olib qildik. Har bittasi 3 tadan mana. Haytaydi uslubida qildirsanglar ham bo'laveradi obunachilar. Kimga qanaqa svetda, qanaqa holatda desa, murojaat qilsa, kimga qanday holatida desa, qilsa bo'laveradi. 3 tadan tortmovlar ham. Mol har bittasini o'zini holatida dizaynida qilib beriladi. Mana benzin laminatda uyga mos qilib mana. Obunachimiz o'zini uyga mos qilib, hamma yo'g'ini chiroyli holatda qilib berdik. Buni har bittasida polkalari 3 etажda. Bu yerda ham bor. Bu yerda ham bor. Mana yerda shu shulkasi bor. Asha 12.400.000 so'mning ichida bo'ldi. Общий puli hammasini hisoblaganda gaz vitichkalari bilan hamma yo'g'i chiroyli holatda qilib yasab berdik. Kim yoqqan bo'lsa bitta like bosib, addushi qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Sizlar bilan Azbek Mebel musofirda yurganlarga omad, baxt tilayman, xudo xolasa. Xayr, salomat bo'lasizlar.